أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، بugün o'qimoqchi bo'lgan tema hada huval iman. Iman degan mana shu. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda rivayet kılıngan deydi. Elbette bu Resulullah'ın sözü emas. Bu şunda merfu halette, yani Resulullah'ın kılıngan sözlerinin biri. Lekin sahih olduğunu bu Hasan Basri'nin sözü de parıldı. Yani tabi'ilerin sözü. Leysel imanu bit-temenni. İman degan shunda bir quruq orzu qilishlarla bo'lgan narsa emas. Walakin ma waqara fil qalb. Lekin bu qalbda o'rnab ketgan amalmi shuni tasdiqlagan narsadir. İmanninki ta'rifida olimlar o'tirib ixtilof bor. Ba'zi at-tasdiq val iqrar deydi. Ba'zi at-tasdiq val iqrar val amal deydi. Ma'va val amal degan bo'yicha deyilgan so'z. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. حقيقة شuna bir qavmlar borki, ularni mush quruq arzu armonlar aldab ketgan edi. Aldab ketib, oxiri dunyodan bir yaxshilikni erishmagan holatda chiqib qolgan. Chunki biz og'zimizda iymon aytdik deb qo'yib, amal qilmay, Alloh taolo bizni inshaalloh jannat chizi deblamda quruq xiyolni qilsak, jannat chirmaydi deb qolganlik uchun dunyodan yaxshilikqa erishmay, biror tal yaxshilikqa erishmay ketib qolgan. Va qalu nahnu nuhsinu dhanna billah. Ular biz Alloh taoloni yaxshi gumon qilamiz. Bizga yana amal qilmasakmi mag'firat qiladi, jannatni beradi. Alloh taolo shuni marhamatlik deydi. Va kadabu. Albatta bunning aytgan so'zi yolg'on aytgan. Law ahsanu dhanna la ahsanu al-amal. Navada ular Alloh taolo yaxshi gumon qilib o'ylagan bo'lsa, amal ibodatni joyida yaxshi qilgan bo'ladi. Çünkü Allah Teala amal qilishga buyurgan, amal qilishga buyurgan. Ve ma'na zalika anna al-iman la yakun bi mujarrad takhayyul al-amani. Yani mushu so'zning, mushu asarning deylamdi. Tabiinning so'zi mushu. Mushu asarningki ma'nosi nima esa, iymon degan quruq orzu armoningda xiyol qilish bilan bo'lib qolmaydi. Mujarrad degan yolg'iz shuni qilish bilan. ثم تمني الحصول عليها بغير الأسباب الموصلة إليها. Ondan imanı yetkizdiğin sebeplerine mani koyup imanı erişini arzu kılışırlar mı? ولكن الإيمان الخليقة بأن يطلق عليه اسم الإيمان. İman ismi atılışta layık boğan iman diyen halik diye layık, haklık, layık diye. İman diyen isimni nega atsak şu layık atgan bo'lmaysa, va mustaqarra fi qalbil mu'mini annahu haqq. Mu'minning qalbida mush haq deb joylashgan narsa shu. Fatmanna ilay haq deb e'tiqod qilganlikin shuni xotirjam bo'lgan, ko'ngli aram topgan narsa. Vastaraha lahu va shuningga xotirjam bo'lib aram topgan va harisa alayhi. Ashuni qo'ldan bavas uchun herisman bo'lgan. Qo'limdan chiqib qolmasin deb chin saqlagan narsa shu. ثم كان عمله موافقا له. Ondan uning amali ash e'tiqod qilgan iymonga muvofiq bo'lsa, ondan bu iymon deymiz. Musaddiqan li vujudihi. Iymonning borligini ash amal tasdiqlab turdi. Amal bo'lgan ekan, iymon bor ekan deymiz. Aw li da'va i'tiqadihi, yoki iymon bor deb da'vo qilganlikning, iymonim bor deb da'vo qilishdan iborat mush da'voni qildi. Ispatlab ko'z turgan narsa. Pak to'lib turdi. Vaqad ghafala an zalika qaumun. Bir guruh kishilar mush haqiqatdan g'afil qoldilar. Fara'u fil iman mujarrada i'tiqadin salim. Ular hamda bu haqiqatdan g'aflat qilib, diqqat qilmay bunga. Iymon degan shu to'g'ri e'tiqodlam bo'lsa, shu deb qarashdi. Ra'u yemshal qarid demoqchi. Husnul zannin billah. To'g'ri e'tiqod, ondan Alloh taoloni yaxshi gumon qilib, yaxshi tamaq qilib turish va banav ala zalika awhaman batila. Bu e'tiqodining ustiga batil vahimalarni ustiga turdi deydi. Va ahlaman bayda, ijroq amaliyotga balki erishib olmaydigan unda
arzu armanlar. Ahlam deganmi? Arzu arman. O'g'aq turib tush ko'rgandek, fatamannu alallahi'l amani. Shundan bu Alloh taoladan nurg'un arzu-umidlarni kutdi, quruq arzu-umidlarni. Dunan yadkhulul buyuta min abwabiha. Bular uylarga eshiklardan kirmay, derazadan chigandek. To'g'risini qilmay, unda tartib qildi demakchi. Va yaltamisun nata'ija min asbabiha. Natijani sabab qilish orqali erishimiz deb o'ylamay, xato o'ylab qoldi. Yaltamis degan izlash, talab qilish endi. Wa dallu ala halihim makhdu'ina bil ahlami wal awham. Shundan bular vahimalar, ayında o'g'aq turib tush ko'rdigan quruq arzu-umidlar bilan oldin ketgan holatida qilib qilishdi. Maqtuani oldin ketgan. Gollangan degan. Hatta kharaju min ad-dunya duna hasanatin tuhsabu lahum. Oxiri ularga qarta berilgan bir mo yaxshilik yo'q holatda dunyodan ketib qolishdi. Va qalu nahnu nuhsinu dhanna billah. Demak, bir mo yaxshilik erishamay, biz Alloh taolo yaxshi o'ylaymiz, bizga bunday savob berdi, jannatga kirgizdi deb, va natma'u fi fadlihi va ihsanihi. O'z fazl marhamati bilan bizga ihson qilib, bizni najotga erishtirdi deb dunyodan ketib qoldi. Va qad kazabu fi ma za'amu. Amaliyotda ular bu qilgan da'vosida yolg'on aytgan. Qilgan da'vosida devagan gap edi sanam. Nima uchun? Li'annahum law ahsanu dhanna billahi la ahsanu al-amal. Chunki ular navada Alloh taologa yaxshi o'ylab ishonch qilgan bo'lsa, la ahsanu al-amal bima ya'taqiduna annahu haqqun wa sidqun. O'zlari haq va rost deb e'tiqod qilgan narsaga amal qilgan bo'ladi. Fadalika wallazi yuqarribuhum min rabbihim. Ash amal qilsa, ash amal ularni Parvardigoriga yaqinlashtiradigan, o'zining arzu umidlariga yaqinlashtirgan narsa shu. Va yuhaqqiqu lahumul hayata at-tayyibata fid-dunya. Dunyodami yaxshi va saodat hayotni vujudga chiqarib turgan narsa shu. Va na'imal muqima fil oxirah. Oxiratmi uzilib qolmaydigan jannatga erishtirgan narsa shu. Kama yufhamu min qawli ta'ala, xuddi shu Alloh taolo shu oyatidan biz tushungandak, man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kimki erkek olsun, kishi olsun, er olsun, ayol olsun, qanday bir kishi mu'min bo'lgan holda solih amal qilgan, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Albatta biz uni yaxshi hayotga erishtiramiz, yaxshi hayotni yashatkizamiz. Va lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ular qilgandan bakrak, yaxshiroq shaklda ularga savob ato qilamiz. degan oyatdan mush mazmun chiqdi deydi. Ya'ni falanuhyiyannahu hayatan tayyibah degan bu balki oxiratda jannatga shu hayot tayyibani ko'z tutgan bo'lishi mumkin yoki dunyoda bo'lsa-mu hamma tarafdan yaxshi baxt saodatga erishtiramiz degan bo'lsin. Yoki birsi namrat yoki kasal, bunda qiyinchilik o'tgan bo'lsa-mu, lekin qalbi mutmainnun bil iymon, qanoat, rozilik, Alloh taolaning keyingi uni ato qilgan savoblari bilan, ya'ni ko'nglida to'q holatda yaxshi hayot kechirdi degan bo'lishi mumkin. Lekin kofirchi boy yoki sog'lom yashasimi bu dunyoda, ayda bearam kelgusidan navmi tashaydi. آخرتك جنة كتخلص ممكن. وهذا المعنى الذي يفهم من هذا الحديث يلتقي مع ما يفهم من قول الله جل شأنه. أش يقرأك عند حديث ده يقرأك أسردن يعني تابعين سوزدن شندغم معنى يعني مش آيات تمو شندغم معنى شو ده. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Bu ayetden sebep nuzulda Yahud, Nasaralar, Müslümanlar yani her kıl dinlikler hemmisi üzeriminde poet çıkan bu. Yahudiler biz bana en aldın etkenler Musa'ga şengen bizge Tevrat nazil kılgan, bunda olgan, biz Allah'a aydı bunda Allah Teala bizge nazar sağan bunda yaxşı kavimler bu biz cennet sirişiz aldın biz sirmez bu işte. Hristiyanlar mı biz Musa'ga, İsa'ga iman keltügen İncil nazil kılgan, bunda kılgan biz sirimiz cennetke. Müslümanlar mı biz hemme peygamberler şengen en ahirdekiler şeriatımız hemmege umum boğan bunda bir ümmet biz sirimiz cennetke erişken çağda
Bu ayet nazil qilgan. Yani biz çirimiz unda da divagan gibi olan emas. Eminanın hesabını. Deyse bir emaniyikum ve la emaniyi ehli kitap. Yani silahını yaxşılık karışınla, cennetke dur çelişinla silahını kurup arzu ümidonla bulmaydı o. Ehli kitabın arzu ümidleriyle mi bulmaydı? Nimeyle oldu? Men yamal ya ki bir yerde kaide ya ki ölçümlü mü? Men yamal su'en yüzzebi. Naşarlık kıysan, yaman iş kıysan cezasını körse. Ve la ecid lahu min dunillahi veliyye ve la nasira. Onu qo'llaydigan, Allohning jazosini qo'llab qoldigan ya ilgichaqisi yoki nusratchisi bo'lmaydi. Alloh adibini berdi. Va man ya'mal min salihati min zakarin aw unsa, er olsun ayol olsun. Bir insonlar bo'ldi ekan, salih amallarni qilsa, ya'ni mu'min bo'lsa, iymon bo'lsa, fa ulaika yadkhuluna al-jannata va la yuzlamuna naqira. Ana shular jannatga kiradiganlar shular, qilcha zulmga tushirmaydiganlar dedi. Bu müşahede emel kılış ta'kidlangan müşahede. Fal iman fa müşahede demek iman degan aqidatun qaviyya. Güçlük bir akida bu. Ve amelun salih amel. Makine alimlarının sözü inne şeriata aqidatun ve cihad. Demek bu emeli tirişallıkni öz içine aldığan, emeli hareketni öz içine aldığan bunda bir akida. Ve beynel akidati vel amel iradetun madiyetun. Yani akide bilen emelnin o'ttirida keskin irade joylashgan edi. Ve azmun musammamun degan bu shu keskin irade. Azm degan irade, musammam degan qattiq balog'ligan, irade qilingan degan bo'ldi. Aqida bilan amalning o'ttirida irade bor. Sen endi yaxshi ishlarni tanlab qilishing kerak, yomon ishlarni nerib turishing kerak. Quruq eg'zi deb qo'yishlar nijot qilishga yo'q. Va thiqatun mutlaqatun fi anna Alloh kama yaqul. Yani Allah Teala'nın şu ayeti ko'rsatganidek ashundoq ekanligiga to'liq ishonch qilishdan iborat edi. Yani aqida Allah Teala'da to'liq ishonch qilishdan iborat. Allah Teala deyapti: "İnnellezîne âmenû ve amilu's-sâlihâti inna lâ nudî'u ecra men ahsana amala." Hakikaten iman etgan ve salih amallarni qilganlar bunun qarta biz nima qilamiz? La nudî'u ecra men ahsana amala. Bekor qilinmaydi. Demak, ashullar nijot qilishganlar biz haqiqatan bir yaxshi ishni qilgan kishining savobini zoya qilmaymiz. Wal aqidatu laysa ma'naha maqsuran ala at-tasdiq bi wujudillahi wa bi kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Yani aqida degan bu Alloh taolaning borligi, kitoblari, payg'ambarlari va oxirat kuniga shu narsalarni haqda ishonish bilan shunlardan bo'ldi qilinib ketilgan shundan iborat narsa emas. Va innama huwa wasi'un. Lekin u amaliyotdan kengri doiralik narsa. Yatanawlu at-tasdiq al-amiq bi kulli ma sadara anhu. Alloh taoladan ma sadara anhu degan mishada Allohning macan. Alloh taoladan sodir bo'lgan har qanday, ya'ni sodir bo'lgan degan Alloh taoladan kelgan Rasululloh vahiy qilingan har qanday narsa cho'nqir ishini o'z ichiga olgan narsa bu. Yatanawluga o'z ichiga oladi. Ev emara bihi, yani Allah buyurgan her qanday narsaga cho'nqir ishonishni o'z ichiga olgan narsa. Kal iman bi annal ajala la yataqaddamu bi harbin. Masalan, nimaga o'xshaydi bo'lsa, Alloh taolaning kelgan narsalar ichida mush gapning bog'i. Iymon degan ajal bilan urushga qatnashish bilan, yoki xatarga yo'liqish bilan odamning ajali tezkab qilib, o'zining ajalidan burun o'lib qoladi deb xato e'tiqodda bo'lmaslik deydi. Urushlar o ajal birin kep qoldi deb bunda e'tiqod qilmaslik deydi. Wala yata'akhkhar bi silmin. Urush qatnashsa tez o'lib ketadi, tez yatsa uzrab umr ko'rdi deb bunda e'tiqod qilmaslik kerak. Va bi anna kullama yusibu al-insan min khayrin wa sharrin inma huwa bi qadarillah. İnsonga da yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, nima bo'lsin, insonning boshiga kelgan narsa bo'lsa, bu Allah Teala'nın kütüşü bilen, takdir kılışı bilen bulduğanlığı işini işledi. Yani adım çoğuna uruş katlaşsan mı, ecilin birin kep kalmayı deyip işini işin gerek, tic yazsan mı, uzun ömür kürmen demey, yani ecilin de ölürsen de etikad kılış gerek. Yani insanın başlıkaya yaxşılık, emanlık, balakaza her konuda nasıl olsa, bu Allah Teala'nın ki uğurlaştırışı, kütüşü, bekitişi bilen bulduğanlığı iman keltirişini özü çıkardı. Kema yufhamu min qawlihi ta'ala, Allah Teala'nın şu ayetidir mi?
Müş mazmun çıkıdı deydi. Ma asaba min musibatin fil ardi ve la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Inna zalika alallahi yasir. Ziminde qanda bir musibat kep qalsa yoki o'zinglarning qanday bir musibat kep qalsa, u cho'qim sizlarning nafsinglarni, ya'ni insonlarni yaratishdan ilgari kitobda yozilib tutilib qo'ygan narsa. Nabraha yani nakhluqaha demek. Nakhluqul anfus demek. Ha müşahede lil anfus qaytıdı. İnne zalika alallahi yasir. Bu Allah Teala qulay ish bu. Yerdan da fil ard degan zimindagi ofatlar nima? Qurg'oqchilik, kalkun, sel ofati, ya tavrashdagilar turli ofatlar. Fi anfusikum ya ofatlar shu, kasallik, o'lab, tugash va kazamiz. Demak iymon, al-iymon billahi va malaikati va kutubi va rusulihi deb emas. Val qadar khayrihi va sharrihi min Alloh Taala deb buni iymon keltirishni o'z ichiga oladi. Demak, bu adir amaliy unga chetildi demakchi. Ya'ni inson duch keladigan amaliy voqeliklarga chetish bo'ladi iymon. Va bi anna Alloh la yabkhasul insana amalahu fil hayati walau kana kafiran. Yana bu iymon nimani o'z ichiga oladi? Alloh taolo bir inson kafir bo'lgan taqdirdami, dunyoviy hayotda bir ishni qilgan bo'lsa, uni haqqini to'liq qiladi. Bir kafir emasdan dunyoda ziroat qilgan bo'lsa, o'sida oladi. Nima? İşlese işleydi. Kalklığı yaxşılık qilgan bo'lsa, shu nom shuhratga, yaxshi nomga erishadi. İnsaniyatga manda yaxshi xizmatni taqdim qilganda. Va kafir bo'lsa-mu, uningki qilgan ishining natijasini Alloh taolo dunyoda berdi deydi. Fil hayot deganim shu hayoti dunyo. Kama yufhamu min qawli taala, mana Alloh taolaning oyatida bunga mazmun chiqadi. Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhatun. Kimki dunyoviy hayotni xohlaydigan, dunyoviy hayotga chetish qo'ygan zibizinnat, ayda dunyoviy o'zrolarni xohlaydigan, nuwaffilayhim a'malahum fiha. Dunyoning o'zida ularning amallarining haqqini biz to'liq nuwaffigan to'liq berib o'tamiz. Va hum fiha la yubqasun, ya'ni buni ta'kidi mana. Ya'ni uningda ular kam qilinib qolmaydi. La yunqasun demakchi. Kam berilib qolmaydi. Çünkü nuvafining ta'kididir bu. Nuvafilayhim a'malahum degani ash amallarininki mukofotini, natijasini, mevasini to'liq bermaydi. Va bi anna haqqan nas bil hayati at-tayyibati humul mu'minun. Endi aynat yaxshi baxtsizlik hayotga eng haqiqiy bo'lganlar kimlar? Mu'minlardir. Bu oyatdan mush mazmun chiqadi deydi. Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Alloh taolo bandalarga chiqarib bergan zinnatlarni, halol, mubah narsalarni kim harom qildi? Va bi anna haqqan nas bil hayati at-tayyibati humul mu'minun. Endi aynat yaxshi baxtsizlik hayotga eng haqiqiy bo'lganlar kimlar? Mu'minlardir. Bu oyatdan mush mazmun chiqadi deydi. Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Alloh taolo bandalarga chiqarib bergan zinnatlarni, halol, mubah narsalarni kim harom qildi degan deydi. Yana pok rizqlarni kim harom qilyapti? Qul ya lillazina amanu fil hayati dunya. Aytqinki, u dunyoviy hayotda mu'minlar uchundir. Xolisatan yawmal qiyamah. Dunyoda mu'minlar uchun. Lekin buningdan qo'shimcha shu qatorda kafirlarning bahramon bo'ladi. Bizga havo oksigendan uqpargo, kafirlarmanda shu dunyoda bo'lganki biz foydalagan oksigendan tinib foydalanib oldi. Lekin asli shu bizga yaratgan narsa. Bu qo'shimchamda bizlar birga yashagan ekan foydalanib qoldi. Lekin oxiratda mu'minlarga sap holatda, boshqa foydalanmaydigan holatda shunday mukofot beradi. Ya'ni jannat mu'minlarga xos demakchi. فإذا تخلف المسلمون عن غيرهم في وسائل الحياة الحرة الكريمة يسيل hür hayat yaşashga munosabatlik narsalarda musulmonlar boshqa millatlardan farqida qolsa, famaraddu zalika ila inhirafihim an fahm al-islam fahman salima. Uning sababi maraddu zalik degan, uning sababi nima desa, nega berib taqiladi desa, uning taqiladigan joyi ularning islomni to'g'ri tushunmay, islomning to'g'ri tushunishdan burilib ketib qolganligida deydi. Va da'fi imanihim bi qiyamihi va mutulihi. Islomning qimmat o'lchamlari va oliy o'rnaklariga mustahkam iymon etmaganligidan kelib chiqqan deydi. Mutul degan masalul a'laning kelmisi. Ko'pniki. Ya'ni oliy o'rnak. Biz intiladigan oliy o'rnak. Har bir insonning bir mutal a'lasi bo'ladi.
Mesela bizning mas'ul a'la Rasululloh sallallohu alayhi vasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nama qudva. Bizim qudvatimiz, usvatimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yana ba'zi sahabe kiramlarni, ulamolarni qudvat tutishimiz mumkin. Va islomningki bekitgan o'lchamlari, axloq fazilatlari, oliy o'rnaklarga ravs mustahkam ishonmaganligimizdan kelib chiqqan. Bizning qaloqligimiz deydi. Va an ba'dihim an masadir al-quwwat fihi. Yana musulmonlarningki islomdagi kuch-quvvat manbasi bo'lgan joydan yiroqlashib ketgan. Musulmonning kuch-quvvat manbasi nima? İman. Haqiqiy iymon aytish, Alloh yo'lida jihad qilish, butun barliqni atash, fidokorlik qilishdi. Ashuni yiroqlashgan ekan, bunda xarliq, zabulluq, qaloqlik kelib chiqdi deydi. Mana vaqu'udihim anil jihad fi sabili. Alloh yo'lida jihad qilmay yetib olganligida ya'ni. Va huwa min al-iman. Albuki bunda jihad qilish, yaxshi amallarni qilish, Allah'ın dinini yuqori ko'tarish uchun barliqni atash bu iymonning jumlasidan edi. Kama yufam min qawli ta'ala, Alloh taolaning mushu oyatidanmi mushu mazmun chiqdi. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Innama degan shada hasra mu'minlar mushularlam bulardan boshqa mu'min emas endi. Mu'minlar degan faqat allazina amanu billahi va rasul. Allohga va rasuliga iymon keltirgan, ondan hech qanday shak shubha aralashmagan holatda, gumon qilmaydigan, shaklanmaydigan holatda bo'lib, vajahadu va amwalihim anfusihim fi sabil. Alloh yo'lida mol-mulki bilan, jonlari bilan butun tirishchanlikni ko'rsatgan. Buning uchun tirishchanlik desak, masalan, jihadu deganda, jihadni albatta oldilar mushuni ishirib. Undan boshqa butun tirish, ya'ni Qur'on o'qitish uchun kecha-kunduz tirishchanlik ko'rsatsanmi, mushu. Undan boshqa islom uchun qanday bir xizmat qilsang, mushuni ishiga chirik tutadi. Ulaika humus sadiqun. Ana shular iymonida rasul bo'lganlardir. Ama biz Müslüman deb qo'yib musulmonlarga zaharxandil qilsang, musulmonni o'tdasan, chaqsan yoki usullik qilsang, islomga zankashlik qilsang, u og'zing deb qo'ygan gapdan iborat. Va biz musulmon, bizda deyatmonlar deb qo'ygan bilan sen musulmonga loyiq ish qilsang, uni musulmon bo'lmasa. Ma'qul musulmon bo'lasa ma'qul. Lekin sizning ishlaring musulmonga loyiq chiqmagan. Yarta bu degan aralashmagan dedim. Shaklidir degan erda bu. Rayba dedik-ku, raybal manun. Laban rayb degandek. Va idza sara amruhum ila ma nara va yarawun. Ana musulmonlarning ahvoli hammamizga ayon-ku. Bizmi ko'ratimiz, boshqami ko'ratadi, hammadan ko'ratimiz musulmonlar ahvolini. Endi ahvoli mushu yerga yetib qolgan bo'lsa, min da'fin ba'da quwwa, kuch-quvvat, izzat holatidan ojizlik bizlandi, zabullik qilishma. Va jahlin ba'da ilm, ilm ma'rifatda dunyoga ustoz bo'lgan. Endi hozir qaloqqa, nadonlikqa tushib ketdi. Va dullun ba'da izza, shunda izzat egizitdi, hozir xarzabun bo'lib ketdi. Va hayatin shaqiyatin ba'da hayatin tayyibatin radiya, shunda isil yaxshi paravan hayot kechirayotgandan keyin no'ati qiyinchilikda baxtsiz turmush kechirayotgan, qiynalib turmush kechirayotgan bunda ahvol o'chib qoldi. Ahvol mushunda. Nima uchun bunda bo'lib qoldi? Fali'annahum lam yastajibu ila da'vatillahi va rasulihi. Bunun sababi ular Alloh va rasulining chaqiriqiga lavay demagan bo'ldi. Mana biz tayyor deb uningga hadeb yugurib chiqmagan. Va ya hayatul hayat. Halbuki bu Alloh va rasulining chaqiriqiga lavay deyish nimadan? Hayotning hayoti. Eng yashatuvchi narsa shu dedi. Va ruhul karamati val izza. İzzat, karamat, üstünlükninki cevheri, ruhiymiş o. Allah varsın çakırgı lavay desen, ferman bardar bolsan, andın sen izzetini tapsan. İzzetke erişerdeyse. Kema yufamu min qavli ta'ala, Allah Ta'ala muşa ayetidir mu? Uşunda mazmun çıkıdı dedi. Ya eyyühellezine amenu istacibu lillahi ve lirrasuli idâ da'akum lima yuhyikum. İman ettiler, sizlerini yaşartıdığın, hayatlıkta eriştirdiğin nasiga çakırgını da Allah ve Resulüninki çakırgıga lavaydanlar demek. Cevap qaytırınlar demek. İyice bakalım.
istajibu degan chaqirsa ha danglar degan. Va qawluhu aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha. Bu oyatdan Alloh taolo bir misol qilyapti-da. Alloh taolo hidoyatga boshlagan kishini va uningga hidoyat nuri qilib bergan kishini andan qorong'ulikda ozg'un holatda turgan kishini misol qilyapti. Birisi bir o'lagulab, andan tirildirsak, andan yo'lda unda yo'riqlikda yo'lmaganlardan qilib nur ato qilsak uningga. Kishining orasida hidoyat bilan yo'lmagan kishi bo'ldi bu. O'lakda tirildirdik. Ya'ni hidoyat ato qilib bunga qo'l chiroqdek qorong'ulikda mangadigan bir nurni ato qildi. Kaman masaluhu fi zulumat laysa bi kharijin minha. Qorong'ulikda, ozg'unlikda tinib yurib, ashundan chiqolmay qilayotgan mushunda kishiga o'xshashmi? Ya'ni hidoyat topgan kishi ozg'un kishiga o'xshamdi? O'xshamaydi. ولا سبيل إلى إصلاح حالهم ومآلهم إلا بالإيمان. Hem Müslümanlarınki muşunda qiyin ahvalini ıslah qilishning yo'li nima? Bu faqat bir yo'l bor deydi. İlla bil iman halihim ve maalihim degan hozir qoldi. Ana bundan keyin nega bormoqchi? Bundan keyin bo'ldigan ahvoli deydi. Hozirgi va keyingi ahvolni o'ngshaydigan birli chora bor deydi. İlla bil iman alal vajilladi bayyanahu Alloh fi kitabihi ve rasuluhu fi sunnati. Faqatlam Allah Taala o'zining kitobida, Allohning rasuli sunnatida bayon qilgan shaklda iymon etish bilan andin shu iymonni vujudga chiqarsak, andin musulmonning ahvoli yaxshilandi. U bo'lsa-mu va huwa yakuna taqatan dafi'atan ila al-amal. Demak, Alloh va rasuli mesela Qur'on Karimda, sunnatida bayon qilgan iymon qanday? Qanday shaklda bayon qilgan bu iymonni? Amalga ittirib turadigan, amalga turtki bo'ladigan iymondir bu. Quruqlama og'izda qo'ygan iymon emasda, amal qildiradigan iymondir. Demak, ashunda amal qildiradigan, amalga ittirib turadigan, amalga haydab turadigan bunda bir iymonni vujudga chiqarsak, musulmonning ahvoli o'zgaraydi. Taqa dafa degan ittirguchi kuchdir, energiya yoki ishqa, amalga, ibodatga ishtib turadigan, turtkolab turadigan ayni bir energiyadan iborat ashunda bir iymonni vujudga chiqarsak, andin musulmonlarning ahvoli o'zgaraydi. Hozir musulmonlar ko'ramiz bo'lmasdan, musulmonning soni 1 milliarddan oshadi hozir. Valakinnahum g'uta'un ka g'uta'is sayl. Ana namoz o'qiydiganlarmi, haram ko'rib shu Ramazonda yig'lab duo qilganlarmi? Haqni aqli oladi. Pul molli olsa tinib oladi. Musulmonlar uchun boshqa sohalida kuch chiqolmaydi. Namozga kuch chiqarish mumkin ma'qul. Umr qilishga, haj qilish, qayta haj qilish kuch chiqarish mumkin. Lekin islomda shunda ma'lum ta doirada ibodat deb tushunib olgan bo'lsa, boshqa sohada islomga foydali ish harakat qilib qolmaydi ular. Kuch qolmaydi. Va quvvati haraka, kuchli harakatga ittirib turadigan bo'lsa, bu iymon. Va hafizan tabiiyan lit-tafawuq. Üstünlükni qo'lga keltiradigan tabiiy ittirgich bo'lsa bu iymon. Mu'min bo'lgandan sen o'zingning sohangda ustunlikni egilib tursan. Boshqalar bilan farqing iymon bo'lgandan o'z ish qilayotgan sohada ustunlikni egallashingga ilib berish kerak bu iymon. Fa'innal islam laysa tawakkulan va takhadula. Chunki islom deganda ish qilmaylan yetilish emas. Tavakkul degan unda ish qilmay yetilish. Bir-biriga döngab qo'yib, yo'lni o'lash, tayni o'lash, mutkepallik deymiz. Tayyatoblik, mutkepallik, ujmutpish og'zimchish degandek, shunda tabiatdan. Va taxadulan, taxadul degan bir-birini nomus qo'yib qo'yish. Ya'ni qirindishing qiyin ahvolda tursa, unga yordam qilmay, hamdamda bo'lmay tashlab qo'yishing. Islom sana ehtiyojli turuqliq, musulmonlar ehtiyojli turuqliq, islom uchun, musulmonlar uchun xizmat qilmay, o'ylagan yerdan chiqmay, unda bel qo'yitishing bu islom emas. Va salbiya, salbiylik deymiz Uyg'urchami? Salbiylik. Salbiylik degan foydali tarafga ish qilmay, boshqa naf yetkazgan shaklda ish qilmay, islom uchun xizmat qilgan shaklda qilmay, unda foydasiz tarafni yaxshilikdan iborat. Yaxshilik yo'q holatda bunda turilish bu islomda emas. Yoki shunda bir passiv holat deydi. Innama huwa aqidatun ta'murul qalb. İslam degan bu butun qalbingni, vujudingni gullantiradigan,ovat qiladigan bunda bir aqida bo'ldi. Va amalun ya'murul haya, ya'ni yu'ammirul haya desak bo'ldi. Hayotni, turmushni beytidigan, gullantiradigan, texmo baxsadat qiladigan sharkatdan iborat.
Ve imanun rasikhun bi annallaha kema yaqul. Allah Teala'nın şu ayette öz degandek hakikaten muşunda deb mustahkam tavranmas ishonchdan iborat. Bunda iymon keltirsan, mush islom shu deydi. Allah Teala ayetinde degan innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun. Hakikaten Allah Teala taqvodorlik qilganlar va muhsin bo'lganlar bilan birga deydi. Taqvodorlik qilganlar deb ham qo'ymay, ya'ni ihson degan shunda ishni joyida, puxta, talab qilingan shaklda vücudu çıkarış diyen buldu. Başkalar yaxşılık qilishni o'zi uchun. Yani başkalar inson, hayvon, jamoat hamma, hatta kafirlarmi, butun maxluqlarga ihson qildigan, shunda ijobiy rol oldigan mu'minlar bilan birga demoqchi. İhsan deganda men ko'rsam, ihson deganimiz ibodat qilgan vaqtida Alloh seni ko'rib turgandek qilish. Faqat bo'lmasa, unda qilmasang sen ko'rib turgandek qilish deb tushuntirgan. Hadis shunda kelgan. Shunda qilganda shu. Mushkimi sen yaxshilik qilsa, Alloh da ko'rib turadi degan ekan. Yana birsigimi anda yaxshilik qilsa, hamma zot eng yaxshi shaklda muomala qilsa degan. Ya umuman shunda. Lekin an ta'budalloh dedi-ku, ibodat qilshingiz. Biz hozir ibodat deganda ikki ma'nosini tushunamiz. Bizim bütün ish harakatlarimiz, yurish-turishlarimiz, muomalalarimiz hammasi ibodat. Biz faqat namoz o'qisak-la Allohni ko'rib turdik. Namozdan keyin pul muomala qilgan chaqda o'g'illarsak, u ibodat bo'lmaydi. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.